Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, mamlakatimizda tibbiyot sohasini isloh qilish borasida ko'p ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa laboratoriya sohasi. Sababi aniq tahlil, aniq tashxis, aniq davo demakdir. Bugungi manzilimiz har doimgidek Kavsar Med Center. Bugun biz Kavsar Med Centerdagi laboratoriya jihozlari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Mohira Ibragimova 10 yildan buyon laboratoriya yo'nalishida faoliyat yuritib kelayotgan hamshiraman. Tajribam davomida turli laborator jihozlar bilan ishlaganman. Ilgari biz info uskunalardan foydalanganmiz. Ammo bu usullar ba'zan natijalarni kutilgan darajada aniq bera olmasdi. Tibbiyot esa joyida turmaydi. Zamon bilan birga laborator standartlar ham yangilanmoqda. Bugun esa biz ham butun dunyo kabi eng zamonaviy texnologiya IXLA analizatorga o'tdik. Bu uskunaning afzalligi gormonlar, onkomarkerlar, torch infeksiyalar va deyarli barcha laborator tahlillarni yanada tezroq, ishonchliroq va eng muhimi yuqori aniqlik bilan aniqlab berishdadir. Bizning maqsadimiz bemorlarga eng ishonchli natijani zamonaviy texnologiyalar yordamida yetkazib berish. Unutmang, biz sizning salomatligingiz uchun qayg'uramiz. Kavsar Med Center, salomat bo'ling.